Bismillahirrohmanirrohim. İnson xotimasini yaxshi yoki yomonlik belgilari bo'lib, banda o'zini xotimasini go'zal bo'lishligi uchun tinmay harakat qilishligi kerak. Alloh subhanahu va taolodan o'zimizga, barchamizga go'zal xotimani so'ragan holatda suhbatimizni davom ettirar ekanmiz. Xotima go'zal bo'lishini 5 ta belgisi bor. Birinchi, Allohga rostgo'y bo'lish. Ikkinchi, tavbani yangilab turish. Uchinchisi, solih amallarga shoshilish. To'rtinchisi, sunnatga ergashish. Beshinchisi, oxiratni eslash va unga tayyorgarlik ko'rish. Mana bu 5 ta amal xotimani go'zal bo'lishligiga sabab bo'lsa, yana 5 ta belgi xotimani yomon bo'lishligiga sabab bo'ladi. Endi bular qaysilar desa, birinchi riyokorlik, xo'ja ko'rsinga amal qilish, munofiqlik. Birinchi belgisi shu. Namozini, ibodatini, ehsonini xo'ja ko'rsinga qilyaptimi? Eng yomon narsa. Ikkinchisi, dunyoga aldanish, unga sho'ng'ib ketish. Uchinchisi, Allohning makridan xotirjam bo'lish. To'rtinchisi, Allohning zikridan g'aflatda qolish. Beshinchisi, tavbani ortga surish. Demak, go'zal xotimani birinchi belgisi Allohga rostgo'y bo'lish. Bunga Qur'on va hadisdan bir qancha dalillar keladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Allohga sodiq, rostgo'y bo'lganlarida albatta o'zlari uchun yaxshi bo'lar edi. Muhammad surasi 21-oyat. Ya'ni bizni yo'limizda jiddi jahd qilganlarni, tirishganlarni, harakat qilganlarni albatta o'z yo'llarimizga hidoyat qilamiz. Ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqing va iymonda sodiq kishilar bilan birga bo'ling. Demak, ma'as sodiqin, sodiqlar bilan, rostgo'ylar bilan, iymonida, e'tiqodida sobit turganlar bilan birga bo'lishlikni Alloh o'zi da'vat qilyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu o'rinlarda aytayaptilar, kim Allohdan chin qalbdan shahidlikni so'rasa, to'shagida o'lsa ham uni shahidlar maqomiga yetkazadi. Imom Muslim rivoyati. Nima uchun deganda, uni niyati, qalbi, Allohga bo'lgan muhabbati, shahidlarga bergan maqomni ko'p orzu qilganligi uchun mana shunday maqomga yetib borar ekan. Endi azizlar, rostgo'ylikning ziddi yolg'onchilikdir. Alloh yolg'onchini hech qachon orzusiga yetkazmaydi. Alloh ahdiga xiyonat qilganlarni ishini o'nglamaydi. Alloh xiyonatchilar makrini ravo qilmaydi. Kimga makr qiladigan bo'lsa, Alloh taolo o'sha makr bilan o'zini o'rab qo'yadi. Va yana keladi oyat, bismillah, albatta Alloh haddan oshuvchi, ya'ni tug'yonga ketuvchi, hovliquvchi, yolg'onchi insonlarni hidoyat qilmas. Kimi hidoyat qilmayapti Alloh? Haddidan oshganlarni. Ya'ni mana shu o'rinlarda haddidan oshish, hovliqish, o'zidan ketib qolish, ya'ni Allohga ba'zi bandalarga ishonib qolish, Allohga emas, o'sha jamg'arib qo'ygan mablag'iga ishonib, moli dunyosiga ishonib qolganlarni Alloh hidoyat qilmaydi. Alloh
rostgo'y bo'lishni 3 ta tayanchi bor. Allohga rostgo'y bo'lishdi. Birinchi, azmi qaror qilmoq, maqsad qilmoq, Allohning toatini muhabbat bilan ado qilish, solih amaldan maqsadi Allohni rozi qilish, Allohning yuzi bo'lsin. Alloh va rasulini chin yurakdan yaxshi ko'rsin. Ikkinchi, tana a'zolari hamda Allohning toatida rostgo'y bo'lishi. Uchinchi, vaqti Allohning toati bilan obod bo'lish, ya'ni 5 vaqt namozlarni doim o'z vaqtida ado qilib yurishlik. Endi ba'zi ulamolar aytadilarki, Allohga sodiqlikning alomati banda o'zi bilan Alloh o'rtasiga insonlarni qo'shmasligida. Ya'ni ibodat qilishlikda yordamni iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in, o'zidagina yordam so'rash. Allohdan Qur'onda o'zidan yordam so'rab turib, hayotda Allohga ishonmagan holatda yordamni boshqalardan so'ramaslik kerak. Ko'pchilik o'zi bilan Robbisi orasini insonlar bilan ajratib qo'yadi. Dindan chiqsang ham eldan chiqma deyishadi. Bunday kimsalar doim odamlar gapiga rioya qiladi, ularni malomatidan qo'rqadi-yu, lekin Allohning azobidan qo'rqmaydi. Bu yomon narsa. Ibn Hibbon rahimahulloh bir hadisni rivoyat qiladilarki, ba'zi muhaddislar payg'ambar alayhissalom gaplari deyshadi. Ba'zilar Oysha onamizning so'zi deydilar. Hadis quyidagicha: kim Allohning g'azabini keltirib insonlarni rozi qilsa, Alloh unga g'azab qiladi. insonlarni ham unga g'azabli qilib qo'yadi. Kim insonlarni g'azabini keltirib Allohni rozi qilsa, Alloh undan rozi bo'ladi, insonlarni ham undan rozi qiladi. Demak, Allohga rostgo'ylik odamlar oldida ko'proq amal qilib, yolg'iz qolganda kamroq amal qilmasligidir. Ayrim odamlar o'zgalar oldida taqvodor bo'lib ko'rinadi, xushuli namozlarni o'qiydi, tilovat duolarda juda tebranib qoladi. Yolg'iz qolganda esa bu amallarni 10dan birini, borinki 100dan birini ham bajarmaydi. Mana shunday odamlarni xotimasi yomon bo'lishligiga mana shu harakati hujjat bo'lib qoladi. Alloh taolo barchalarimizni tavbaga shoshiltirsin. Firavn dengizga tushib, dengiz ikki tomonga yorilganda o'zi uchun dengizni ikki tomonga yorilganini o'zi uchun bo'lganligini bilmagan. Musa alayhissalomning sharofatlaridan deb bilib turibdi. Lekin dengiz yopilayotgan vaqtda men tavba qildim, iymon keltiraman, iymon keltirdim dedi, lekin vaqt o'tgan edi. Demak, bunaqangi tavba bilan, bunaqangi Allohga ishonishlik bilan vafot topishlik, ya'ni xotimani yomonligidir. Alloh o'zi barchalarimizni xotimalarimizni go'zal qilsin va shu bilan birgalikda doimo yaxshi, sodiq odamlar bilan birga bo'lishlikni Alloh hammamizga nasib qilsin.